deyaptiki, qalbini og'ritganida oladigan zavqi, xursand qiladiganida oladigan zavqidan yaltiroqroqdir, jazb qiluvchiroqdir, yoqimliroqdir. Nega bunday bo'lishi mumkin? Sizda nafrat uyg'otishga, sizni qalbingizda adovat uyg'otishga harakat qilmaydi. Uni tasvirlarkan, sizga oyni tutayotgandek, sizni insofga chaqirayotgandek, sizga sen bo'lmassan, ey inson, sen busan. Sen nafratni bolasi emassan, sen muhabbatni bolasisan demoqchi bo'layotgandek tuyuladi. O'z-o'zidan ha deysiz. Ha, men aslida buman, bu emasman. Siz ko'rayotganingiz men emas u. Men buman degiz keladi, bunday bo'lgiz keladi. Yoqadi, yoqmaydi, yaxshi, yomon, ammo u ham bir insondir. Men uni tinglayman, u bilan suhbatlashaman va unga anglataman. Hamma narsa do'stim joiz bo'lib qoladi, mumkin bo'lib qoladi. Men buni xohlayapman. Nega? Chunki men bir axloqsizman. Axloq yo'q. Shuning uchun xohlaydi inson. Ko'zingizdagi nafratni sug'urib oladi va o'rniga muhabbatni joylashtiradi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun qo'limda muhtasham bir kitob bor. Xo'p, bu kitobni yillar avval o'qidim va qaniydi mana shu kitob o'zbek tiliga tarjima qilinsa edi degan bir ichimdan bir shunday bir istak o'tdi. Vatandoshlarimiz o'qisa bu fikrlarni, bu qarashlarni. Bu kitobning nomi, zotan men uni nomini eshitganda butun vujudimni bir yaxshilik qoplab olgandek yoki bilmadim, bir rahmat ingandek qalbimga. Shunaqa bir nomini o'zidanoq, nomi ajoyib. Biroz yomg'ir kimsani ranjitmas. Ustoz Kemal Sayar qalamiga mansub bu kitob bugun qo'limda va men mamnuniyat bilan bu kitob haqida sizga so'zlab berishga tayyorman. Bu kitob avvalambor butun insoniyatni birdek quchoqlaydi. Sen oqsan, sen qorasan, sen yaxshisan, sen yomonsan demaydi. Bu yerdagi fikrlar kim bo'lishingizdan qat'iy nazar qalbingizni tub-tublariga murojaat qiladi. U yerdagi mog'orlarni tozalaydi, zanglarni ketkizadi. Ko'zingizdagi nafratni sug'urib oladi va o'rniga muhabbatni joylashtiradi. Kitobda shunday men o'zim uchun belgilab qo'ydim bir nechta joyni. Uni o'qirken yana sizga bu kitob haqida hikoya qilishda davom etaman. Bu yerda kitob asosan 6 bo'limdan iborat, 6 qismdan iborat va juda ko'plab esselar bor. Men ularni hammasi haqida gapirib berishni istagan bo'lardim, lekin o'ylaymanki siz bu kitobni xarid qilib o'zingiz bu yerdagi voqeliklarni o'qisangiz va xulosalar chiqarsangiz yaxshiroq bo'ladi. Ammo men baribir men mana o'qiyotganda jiz etadi deydi-ku, o'sha qalbim hil-hil bo'lgan, boyagi yog'ayotgan yomg'irdan qalbimga bir tomchi tushgan va esimda qolgan joylarimni, esimda qoldirishni istagan joylarimni, tagini chizgan jumlalarimni o'qib bermoqchiman. Ayozning quruq sovug'idan charaqlab turgan quyoshga tomon qochib borish uchun bizga ilm zarur. Sevgi bilan qurollangan, koinot bilan sarxush bo'lgan, 7 olamni o'ziga jo eta olgan bir ilm zarur. Va butun qutulishning chorasi o'laroq bu fikr o'rtaga tashlanadi. Nega chora? Yozuvchi bu bilimni, bu ilmni sevgi bilan o'raydi. Sevgi bilan liboslanmagan, bezanmagan, kiyinmagan har qanday bilim ziyon berishi mumkin deydi. Va g'arbning insonning bo'risidir degan fikriga qarshi chiqadi. Inson insonning boshpanasidir. Inson insonning najot yo'lidir. Inson insonning sevgi yo'lidir deydi. Va bugun dunyoda yer kurrasidagi og'riqlar,
urushlar, tushunmovchiliklar, vayronalar, boshqa bularni hammasini noinsoniylikda o'zini unutgan inson, unutib borayotgan, parchalanib, yemirilib borayotgan biri o'laroq tasvirlab beradi. Ammo tasvirlarkan sizda nafrat uyg'otishga, sizni qalbingizda adovat uyg'otishga harakat qilmaydi. Uni tasvirlarkan sizga oyna tutayotgandek, sizni insofga chaqirayotgandek, sizga sen bo'lmassan, ey inson, sen busan. Sen nafratni bolasi emassan, sen muhabbatni bolasisan demoqchi bo'layotgandek tuyuladi. Umrimiz davomida turli umidsizlik va yo'qotishlarga duch kelamiz. Hayotni faqat ijobiy his-tuyg'ularni boshdan kechiradigan og'riqsiz bir davr sifatida tasavvur qila olmaymiz. Bunday tasavvur o'zi bilan ko'plab umidsizliklarni ham olib yuradi deb yozadi. Doim eng yaxshisini qilishga harakat qil. O'zingga nisbatan halol bo'l, hayotdan zavq ol, o'zingda bor narsaning qadriga yet, ota-onangni hurmat qil, oilangni asra, agressiv bo'lma, qalbi jarohatlanganlarga marhamat ko'rsat, atrof muhitni muhofaza qil, bolalarni himoya qil va oziqlantir. Bu jumlalar bizga biroz rasmiyday, biroz eshitilganday va balandparvozdek tuyulishi mumkin. Ammo bu kitobni o'qirkansiz va u yerdagi samimiyatga oshno bo'larkansiz, buni kimdir qalbingizni silab, siypalab bir o'git berayotgandek, sizga bir ma'nan rahbarlik qilayotgandek his qilasiz va o'z-o'zidan ha deysiz. Ha, men aslida buman, bu emasman. Siz ko'rayotganingiz men emas u. Men buman degiz keladi, bunday bo'lgiz keladi. Quchoq ochgiz, sevgiz keladi. Nimani? Insonlarni, nimani? Tabiatni. Va qalbingizni tub-tubida bu tinchlikni buzayotgan, insoniyatni halovatini o'g'irlayotganlarga nisbatan bir qadar og'riq paydo bo'ladi. Qaniydi deysiz. Qaniydi ularda buni nima qilsaydi anglasaydi deysiz. Bu yerga ham bir diqqat qiling. Mendan, mening yashash tarzimdan farqli bo'lgan u inson shunchaki farqli hikoyalari bo'lgan boshqa bir insondir. Yoqadi, yoqmaydi, yaxshi, yomon, ammo u ham bir insondir. Men uni tinglayman, u bilan suhbatlashaman va unga anglataman. Itarmayman, surmayman, tepmayman, yomon ko'rmayman. Yuragini ochmagan, dardini so'ylamaganga darmon yo'qdir deyman. Yuragimni ochaman. Tinglashni o'rganaman, tinglashni boshlayman deyapti-da, tinglashni bilmagan ham shifo topolmaydi. Men buni bilaman deyapti. Qanday qilib siz o'zingizning hikoyangizning qahramoni bo'lsangiz, boshqalar ham o'z hikoyasining qahramonidir. Bu orada tarjimonga ham men o'z tashakkurimni izhor qilgan bo'lardim. Ismlarini ham o'qib beray. Ahro Rustam o'g'li aslini, kitobni aslidagi ruhiyatni u qadar to'g'ri o'tkazgan, go'yo o'ylaysiz bu kitob o'zbek tilida yozilgan deb. Shuning uchun tarjimonga ham alohida o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana bu yerda ham bir nechta joyda belgilab qo'yibman. Nega belgilaganman? Hozir qaraymiz. Manmanlikning eng yuqori cho'qqisida bo'lajak qotil shunday deydi. Qotilni anglatyapti. Ammo diqqatli qiling. Nega qotil manmanlikning eng yuqori cho'qqisida? Xullas u shunday deydi. Meni hamma narsaga haqqim bor. Men xohlagan narsamni qila olaman. Hatto birovning hayotini ham tortib olaman. Inson faqat o'zi uchun yashayotgan, axloqiy qadriyatlar ustun bo'lgan dunyoda hamma narsa do'stim joiz bo'lib qoladi, mumkin bo'lib qoladi. Men buni xohlayapman. Nega? Chunki men bir axloqsizman. Axloq yo'q.
Shuning uchun xohlaydi inson. Manmanligini sababi axloqsizligidir. Na yaxshilik istamaydi, na jamoaviy bir kelishuvlarga amal qiladi. Na unga yuklangan vazifalar, bularni tan olmaydi. U yerda nima bor? U yerda ustun bo'lgan qadriyatlar bor. Birovning qalbini og'ritganimizda qo'lga kiritadigan qudrat tuyg'usi biz uning qalbini zabt etganimizdan ko'ra anchagina yorqinroqdir. Bu inson tabiatini eng go'zal bir tarzda ochiqlagan jumladir. Qarang, ikki shaklda ham bir zavq bor. Ammo nima uchundir bugunning insoni deyapti muallif, birini qalbini og'ritganida oladigan bir zavq bor va birini xursand qilganida oladigan zavq bor. Deyaptiki, qalbini og'ritganida oladigan zavqi xursand qiladiganida oladigan zavqidan yaltiroqroqdir, jazb qiluvchiroqdir, yoqimliroqdir. Nega bunday bo'lishi mumkin? Sabab nima? Qachon bunday bo'ldi inson? Bular haqida batafsil butun nimasi bilan tortishadi, muhokama qiladi bu fikrlarni. Deydiki, bir formani kiydirishib sizga rol yoki ish topshirishganda, masalan, odamlarni navbatda ushlab turish sizdan so'ralganda, siz ko'cha kiyimda yurgan insonlardan farqli inson qiyofasiga kirasiz. Bir lahza oldin ular bilan bir xil edingiz. Ammo sizga libos berishdi va deyishdiki, sen bu navbatni nazorat qil dedi. Siz aytyaptiki, bir lahzada siz mutlaqo boshqa qiyofaga kirasiz. Tashqi tomondan emas, ichdan ham va kiygan formangiz talablariga ko'ra hayot kechirishni boshlaysiz. Bu yerda har xil xizmat bilan forma kiyadiganlar aytilmayapti. Bu yerda siz hayotda qilmoqchi bo'lganingiz vazifani siz tanlaysiz. Uni sizni yurishingiz, uni sizni turishingiz, kiyimingiz, so'zingiz, tutayotgan tutumlaringiz boshqasi bu belgilaydi. Demak, masala boshidanoq bu kiyimga rozi bo'lmaslikdir. Bugun zamonaviy madaniyat qiyofasida bizni xalq madaniyatimizni parchalayotgan bunday urinishlarni kuzatamiz. Ijtimoiy bilimlar bilan shug'ullanayotganlar buni yaxshi anglaydi. Bu yerda bu nazarda tutilyapti. Eng boshidan yanglish narsalarga rozi bo'lmaslikdir masala. Keyin anglab yetibmiz, boshida bilmagandik. Bu sizni hech kimni, na oilangizni, na o'zingizni hech kimni nima qilmaydi, qutqarmaydi. Pushaymonlar dushman bo'ladi. Kimga? O'zimizga. Biz hammamiz postmodern davrda depressiyadamiz deydi muallif. Chunki biz haddan ortiq dunyoviy, haddan ortiq ruhsiz va umidsizmiz. Tevarak atrofimiz qanday azobga to'la. Bolaligimiz qanday og'riqlarni boshdan kechirmoqda. G'azoga qarang. Qo'l uzatganimiz har joyda bevafolik, qo'rquv yoki bevafolik qo'rquvi mavjud. Xiyonatdan qo'rqadi inson. Xiyonatga uchrashdan qo'rqadi inson. İnsanlar bir-biriga yaqin kelgan har bir ko'chada xiyonat avj olgan. Pirovardida oxir oqibat inson dardli bir mavjudot. U holda o'zimizni sarxushlatamiz, ichamiz, tomosha qilamiz, kulamiz, qahqaha otamiz. Nima uchun qilyapmiz bularni? Qo'rqmaganday, xavotirlanmayotganday tutish uchun. O'zimizga beradiganimiz jiddiy savollarni nima qilish uchun? Kechiktirish uchun. Men juda ko'p gapirishni istardim bu kitob haqida, ammo
sizda hammamizda bu kitobni ona tilimizda o'qish imkoniyatini taqdim etishgani uchun bu kitobni nashrga tayyorlagan Global Books'ga va boya aytganimdek muhtasham tarjima uchun Ahror Rustam o'g'liga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Albatta bu kitobni toping, o'qing va men quyidagi jumlalar bilan bugungi muhokamaga yakun yasayman. Ehtimol hammamiz yo'qotgan insonimizning azasini tutmoqdamiz. Mo'min yo'qolgan iymoni uchun aza tutadi. Kommunist yo'qotgan utopiyasi uchun aza tutadi. Millat bo'la olmagani uchun. Qo'shni bo'la olmagani uchun. Davom etishimiz mumkin. Yor bo'la olmagani uchun. Men bo'la olmaganim uchun. Siz bo'la olmaganingiz uchun. Inson bo'la olmaganimiz uchun. Haqiqiy ma'noda hammamiz bir aza ichidamiz. Ammo buni anglash sizni xafa qilmaydi. Qo'rqmang. Buni anglash sizni uyg'otadi. Uyg'oqlik onlariga xush kelibsiz. Diqqat bilan eshitganingiz uchun rahmat.